Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun geometriya IDC kitobimizdan 13-mavzuni yechimlarini va mavzuni nazariy qismlarini ko'rib chiqamiz. Hozir bizda birinchi nazariy qismi romb va uning xossalari. Demak, bizda rombni nima ekanligi va uning to'liq xossalari haqida to'liq birinchi tushuncha berib o'tamiz. Diqqat bilan qarab turasizlar. Birinchi romb qanaqa shakli ekanligiga ta'rif berib o'tamiz. Romb bu qarama-qarshi tomonlari teng va parallel bo'lgan to'rtburchakdir. Mana. Qarama-qarshi tomonlari ham teng bo'ladi, ham parallel bo'ladi. Shu to'rtburchakka romb deb ataymiz. Endi bu rombni uchlarini belgilab chiqadigan bo'lsak, mana ABCD romb. Bu yerda AB tomonini A deb oladigan bo'lsak, BC tomoni ham CD va AD tomonlari ham A ga teng bo'ladi. Keyin rombda burchaklari mana bu qarama-qarshi burchaklarni olsangiz teng bo'ladi. Mana bu alfa bo'lsa, bu tomoni ham alfa. Mana bu burchagini beta deydigan bo'lsak, mana bu burchagimiz ham beta bo'lar ekan. Bunda to'rtburchak o'zi ichki burchaklar yig'indisi 360 gradus bo'lganligi uchun buning ham ichki burchaklar yig'indisi 360 gradus bo'ladi. Ya'ni ikkita alfa, ikkita beta qo'shilsa 360. Shundan biz alfa plus betani 180 gradus ekanligini bilib olishimiz mumkin. Demak, istalgan rombda alfa va beta, ya'ni bitta tomonga yopishgan burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng bo'lar ekan. Ya'niki mana bu 60 gradus bo'lsa, o'z-o'zidan bu 120 gradus ekanligini topib olishimiz mumkin. Bu birinchi tushunchamiz. Keyin ikkinchi tushuncha, yana bu yerda xo'p, diagonallar o'tkazish mumkin. E'tibor bering, rombda ikkita diagonal bo'ladi. Mana masalan A, B, C, D bo'ladigan bo'lsa, mana bu AC diagonali qanday bo'ladi? Qarang, AC diagonal bu katta diagonal. Qanday xususiyatlarga ega desa, mana shu A burchakni bisektrisasi bo'ladi mana. Ya'ni alfa bo'laklarga bo'ladi burchakni teng bo'laklarga. C burchakni ham bisektrisasi bo'ladi. Ya'ni bu ham alfa. Buni isbotlash qiyin emas, chunki deganda mana bu diagonal o'tkazganimizda mana bu tengligini bilamiz-ku romb bo'lganda. Mana bu A, B, C teng yonli uchburchak bo'lganligi uchun asosiy burchaklari alfa bo'ladi. Keyin mana bu alfa bilan mana bu alfa ichki almashinuvchi bo'lgani uchun teng bo'ladi. Shundan kelib chiqadiki, bular bisektris ekanligini topib olishimiz mumkin. Bu katta diagonali bo'ladi, D1 bo'ladi. Xo'p, ikkinchi diagonali mana bu kichkina diagonali, bu D2 bo'ladi. Bu ham mana burchak teng bo'lakligi bo'ladi, ya'ni beta. Mana burchagimiz ham beta bo'laklariga bo'linib qolar ekan. Keyin diagonallari kesishadi bitta nuqtada. O'sha kesishgan nuqtada teng ikkiga bo'linadi. Mana bular teng, mana bular teng. Mana bu D2 diagonal. Va ular perpendikulyar bo'ladi. Xo'p, demak, qanday xossalarni aytib ketdik, shu yerda yaxshilab tushunib olamiz. Birinchi, rombni diagonallari ikkita bo'ladi. Umuman diagonal o'tkazsak, o'zi chiqqan burchakni teng ikkiga bo'lib o'tar ekan. Ya'ni bisektris vazifasini ham bajarar ekan. Keyin diagonallari kesishar ekan. Bitta nuqtada kesishgan joyda 90 gradus bo'lib kesishar ekan. Ya'ni perpendikulyar bo'ladi bir-biriga. Bunda uning yuzini toping degan savolga kelib qoladi ko'pincha. Yuzini toping desa 1/2 D1 ko'paygan D2 degan formulani ishlatishingiz mumkin. Bu formula istalgan to'rtburchakning yuzini topganda 1/2 D1 D2 sinus phi degan bir formula bor edi. Ana bu sinus phi diagonallar orasidagi burchagidir. O'sha sinus 90 gradusda 1 bo'lganligi uchun sinus yozib o'tirmaymizda 1/2 D1 D2 bo'ladi. Ikkini yaxshilab yozib qo'yamiz. Keyin uchinchi xossasi. Qarang, mana bu yerda bu D1 diagonal bo'ladigan bo'lsa, tengga bo'linganda bu D1/2 bo'ladi. Mana D1/2. Bu D2/2 bo'ladi. Mana bu tomon A bo'ladi. Bizda qanday formula bor? Diagonalni mana bu to'rtburchali uchburchak bo'lib qoldi-ku, A, OD. Kateter kvadratlari yig'indisi gipotenuzani kvadratiga teng. Ya'ni D1 kvadrat taqsim 4 plus D2 kvadrat taqsim 4imiz A kvadratni beradi. Buni biz ikkala tomonni 4 ga ko'paytirib yuborsak, mana bu formula kelib chiqadi. D1 kvadrat plus D2 kvadrat barobar 4A kvadrat. Bu nima formula desangiz, bu rombning diagonallari bilan tomoni orasidagi bog'lanish. Ya'ni rombning ikkita diagonali berilsa, tomonini topish mumkin.
Bitta tomoni bilan bitta diagonal bersa, ikkinchi diagonalni topish mumkin mana shu formula bilan. Xo'p, bu uchinchi formulamiz. Bundan keyin yana nimalari bor desangiz, bu to'g'ri burchak uchburchak bo'lganligi uchun ko'p misollarda mana shu O nuqtadan qaysidir tomoniga bitta perpendikulyar tushiradi. Bu yerda mana bu formulani ishlatib ketishingiz mumkin. Mana chizib beraman. To'g'ri burchakli uchburchak haqidagi hamma bilgan formulamizni har qayerda kelgan to'g'ri burchakli uchburchak uchun ishlatishimiz mumkin. Mana bu yerda men aytayotgan narsa, mana diagonal o'tkazdik. Bu diagonalni ham o'tkazdik. Mana bu yeri 90 gradus bo'ldi, to'g'rimi? Shunda mana bu d1 taqsim 2 bo'ladi. Mana bu d2 taqsim 2 bo'ladi. Bular teng-ku chunki. Endi mana bu A tomonga mana bu yerdan balandlik tushiradi. Masalan, mana balandlik tushiradi. Buni x deyish mumkin. Misol uchun, shu x ni toping degan savollar kelsa, bilamiz, to'g'ri burchakli uchburchakda qanaqa formula bor edi? Mana bu formula eslaringizda hs a ko'paygan b taqsim s degan formula bor-ku. Yoki bo'lmasam hs ni kvadrati ax ko'paygan bx degan formulalar bor. Bu yerda ax, bxlar nima, abs nima, qaysi biriga to'g'ri keladi desangiz, d1 taqsim 2 bilan d2 taqsim 2 aynan o'sha a bilan b. Mana bu kesmani mana bu qismi ax vazifasini bajaradi, mana bu qismi esa bx vazifasini bajaradi. Hozir xuddi shu formulani ishlatishingiz mumkin mana shunga. A, B degan joyga d1 taqsim 2 bilan d2 taqsim 2 ni qo'yib, S degan joyga mana A ni qo'yib, bemalol ishlatishingiz mumkin. Mana bu S ni. O'zingiz integratsiya qilib olasizlar, unaqa muammo emas. Xo'p, demak, bizda nazariy qismimizda aynan bilishimiz kerak bo'lgan narsalar shular. Keyin yuzini topishga yana formula yozib beraman hozir. 4-formula deya qolaylik. Istalgan rombda, mana istalgan rombda mana bu uchidan bu tomonga tushirgan balandligingiz bilan mana bu tomonga tushirilgan balandligingiz teng bo'ladi. Chunki deganda rombda hamma tomoni ham teng. Tomonlar teng bo'lgandan keyin mana bu yerda mana A bilan mana bu tushirilgan balandlik va mana burchak. Mana shu alomatlarga qarab ishlasangiz, ikkalovi teng chiqadi, ya'ni muammo emas isbotlash. Buni h deydigan bo'lsak, bu ham h bo'lar ekan. Demak, bu yerda balandliklari teng bo'lgandan keyin yuzini topish uchun, romb yuzini topishimiz uchun nima qilishimiz mumkin ekan? A ko'paygan h formulasini ishlatishimiz mumkin bemalol. Keyin 5-formula ham bor. 5-formula bu qanday bo'ladi? Masalan, romb berilgan bizda. Mana romb. Rombda mana bu tomoni A, bu tomoni ham A. Endi sal parallelogram o'xshab qoldi. Romb ishlayveramiz. Mana bu orasidagi burchak alfa bo'lsin. Yoki bu burchak farqi yo'q. Yuzini qaytib topar ekanmiz. A kvadrat sinus alfa formulasini ishlatishimiz ham mumkin. Tepadagi bilan o'zi bir xil kelib chiqishi. Demak, mana shu formulalar yordamida, 5 ta xossa yordamida romb mavzusini bemalol ishlab chiqishimiz mumkin ekan. Bizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar mana shular. Endi esa amaliy qismida ba'zi masalalar yechimlarini ko'rib o'tamiz. Xo'p, demak, mana ba'zi misollarni yozib oldik. Ana endi bular yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi misolga e'tibor bering. ABCda romb berilgan. Bu yerda A burchak 50 gradus bo'lsa, B burchak toping deb. Bir tomonga yopishgan burchaklar yig'indisi 180 gradus ekanligidan x plus 50 teng 180 gradus. Mana shu tenglamani yechib qo'ysak, x teng 130 gradus chiqib keladi. Mana yechimi. 7-savolga qaraymiz. ABCda romb berilgan. A burchak x plus 30, S burchak 2x minus 10. Bilamizki, qarama-qarshi burchaklar teng bo'ladi deyilgandi. X plus 30 imiz teng bo'ladi 2x minus 10. X 2x tomonga o'tkazsak x qoladi, 10 ni bu yoqqa o'tkazsak 40. Demak, bizda burchak 40 gradus ekan. 40 ni mana bu yerga qo'ysak bu 70, u ham 70 chiqib keladi. Endi 13-savolga e'tibor bering. Bu yerda ABCda romb berilgan, diagonallari o'tkazilgan ABCda. Diagonallari A burchakda 30 gradus, D burchakda esa mana bu yerda x burchak hosil qilyapti. Bu diagonallari 90 gradus ekanligini bilamiz. 90 gradusda mana bu uch burchakka e'tibor bering. Mana uni O deb turar ekan bo'lsak, A uch burchakda 30 bilan x bu o'tkir burchaklar. O'tkir burchaklar yig'indisi
Albatta 90 gradusni berish kerak. Shunda x imiz necha gradus chiqar ekan? 60. 19-savolda Pifagor teoremasini ishlatishimiz kerak, lekin Pifagor ishlatishdan oldin buni qayerda Pifagor bo'lishini tushunishimiz kerak. Bunda A S bilan B da diagonal bo'lganligi uchun albatta diagonal necha gradus burchak ostiga kesishar edi? 90 gradus rombda. 90 gradus bo'lganligidan 16 bilan x katet, 20 esa gipotenuza. Bu yerda x topishimiz uchun ildiz ostida 20 ning kvadratidan 16 ning kvadratini ayiramiz. Bunda necha chiqib kelar ekan bizda? 12 chiqib keladi. 25-savolda ham xuddi shunaqa, men boya tushuntirgan edim. To'g'ri burchakli uchburchaklar ko'p chiqadi bu yerda. To'g'ri burchakli uchburchak katetlar 12 bilan 5, gipotenuza necha bo'ladi? 13 bo'ladi. To'g'rimi? Endi x topish uchun qaysi formulani ishlatamiz? 12 ko'paygan 5 taqsim 13 formulasini ishlatsangiz bo'ladi. Shunda bu 60 taqsim 13 ekanligini topasiz. 31-savolda esa yana o'sha rombni balandligini topishimiz vazifasi berilyapti. Bunda qarang, bu rombni tomoni nechaga teng ekan? 26 ga. Demak, mana bu ham nechaga teng bo'ladi bizda? 26. Bu yerda mana bu 90 gradus ekanligidan Pifagor ishlatishimiz mumkin. Ya'ni 26 ning kvadratidan 10 ning kvadratini ayirsa x kelib chiqadi. Ya'ni x teng ildiz ostida 26 ning kvadrati minus 10 ning kvadrati. Bu bo'ladi 24. Endi 37-savolga e'tibor bering. Romb berilgan. Bu yerda 6, bitta tomoni berilgan. Bizga bitta tomoni berilsa, hamma tomonni topa olamiz. Demak, bu ham necha bo'ladi? 6, chunki hammasi teng bo'lishi kerak. Yuzi so'ralgan rombni. Rombni yuzi uchun men yozib berdim, formula nima edi? A kvadrat sinus alfa edi. Bizda A 6 bo'lgani uchun 36 bo'ladi. Sinus 60 gradusda ildiz 3 taqsim 2 qisqarsa 18 ildiz 3. 43-savolda esa ABCda romb berilgan va bu yerda tomoni rombni 13 ga teng, bitta kichkina diagonali 5 ga teng. Mana burchakdan sinus 2 alfani so'rayapti. Bu yer 90 gradusligini bilamiz. 13 kvadratni 5 kvadratni ayirsak, mana bu 12 ekanligini ham topamiz. Endi qarang. A, Y, B to'g'ri burchakli uchburchakda sinus alfa nima bo'lar ekan? Qarshida turgan katetning gipotenuzaga nisbat, ya'ni 5 taqsim 13. Kosinus alfachi yopishgan katetning gipotenuzaga nisbat 12 taqsim 13. Bu ikkovi bor. Nega bu ikkalasi kerak? Chunki sinus 2 alfa degani bizda ikkita sinus alfa, kosinus alfa edi. Sinus alfani joyiga 5 taqsim 13 ni qo'yamiz. Mana 2 ko'paygan 5 taqsim 13 va bu 12 taqsim 13. Ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 120 taqsim 169 chiqar ekan. Mana bizda 43-savol. Xo'p, bizda yana 6 ta misol qoldi. Hozir ular yechimini ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, keyingi 6 ta savolni ham yozib oldik. Bu yerda 49-savolning yechimini ko'ramiz. Bu yerda e'tibor bering. ABCda romb berilgan, ikkita balandligi o'tkazilingan, balandliklari 6 ga teng ekan. ABCda rombning perimetrini so'rayapti bizdan. Perimetri kerak. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? E'tibor bering, bu 120 gradus ekanligidan mana bu burchagi 60 gradus ekanligini topib olamiz. Mana bu yerdagi burchak o'z-o'zidan 30 gradus bo'ladi. 30 gradus qarshi tomonni men hozir A deb belgilasam, mana bu 2A ekanligini bilish muammo emas, chunki 30 gradus qarshida katet gipotenuzani yarmiga. 2A ning kvadratini A ning kvadratini ayrsam 6 ning kvadrati kelib chiqadi, ya'ni 4A kvadrat minus A kvadrat barobar 36. Bundan ayirib yuborsak 3A kvadratimiz 36, unda A kvadrat topsak 12, A teng 2 ildiz ostida 3. Bizda rombni tomoni 2A. Shuning uchun rombni bitta tomonini 4 ildiz ostida 3 deymiz. Bu ham 4 ildiz ostida 3. Bizda hammasi 4 ta bo'lganligi uchun perimetri 16 ildiz ostida 3 ekan. Keyingi savol 55-savolda ABCda rombda AM chiziq o'tkazilingan, AM kesma, bu M nuqta BC tomoni o'rtasi. Shunda ABM uchburchak yuzi 30 bo'lsa, rombning yuzini toping. Juda ham oson. Bu yerda diagonal davom etkazamiz. Mana qarang, diagonal o'tkazganimizda bu yuza bilan bu yuza teng bo'ladi, chunki mana bu mediani. Mediani yuzani teng bo'ladi. Bu 30 bo'lsa, bu ham 30. Shunda yarmi 60 bo'lsa, bu tomon ham 60. Umumiy rombni yuzi nechiga teng ekan? Demak, S ABCda
120 ekan. Keyingi 61-savolga e'tibor bering. Bu yerda diagonal o'tkazilganda diagonalga dm chizig'i o'tkazilingan, u 2/7 nisbatda bo'lar ekan. Mana bu dm uchburchak yuzi 20 bo'lsa, romb yuzi. Ikki hissamiz 20 ga teng bo'lsa, 7 hissamiz 70 ga teng bo'ladi. To'g'rimi? Bu oddiygina proporsiyadan kelib chiqyapti. Jami 90 bo'lyapti-ku. Bu tomoni ham 90 bo'ladi. Shunda umumiy rombni yuzi nechiga teng bo'lar ekan? 180. 65-savolda uchburchak berilgan ABC. ABC uchburchakda mana bu yerda DE va EF deya qolaylik. EF kesmalar o'tkazilganda mana bu BDF romb bo'lib qolibdi. Bu romb bo'lsa, bu 9 to'r bo'lsa, x toping deyapti. Buni nima qilamiz? Buni x deb, buni ham x deb belgilab olsak, bu ham x bo'ladi. Endi mana bu DAY uchburchak bilan BAC uchburchak o'xshash. O'xshash uchburchaklarda qanday xossa bor edi? X + 4 mos tomonlar nisbati teng. Ya'ni bu tomon x + 9 bo'lsa, 9 ga nisbatiga teng. Proporsiya qilib yuboramiz buni. Demak, proporsiya qiladigan bo'lsak, x kvadrat + 9x teng 9x + 36. 9x ga ketar ekan. X kvadratlar 36 ligidan x teng 6 chiqib kelar ekan. Bu topildi. Demak, 71-savolda nima berilyapti bizda? Xo'p, mana bu burchak x ni toping degan. Mana bu 72 gradus, 90 90 180. Demak, 72 ga mana bu yerda burchak qo'shsak ham 180 bo'lishi kerak, chunki 4 burchak-ku bu. 360 chiqish kerak edi. Bu 108 gradus ekanini topamiz. Bu 108 ga mana x qo'shsak ham 180 chiqish kerak edi. Demak, x imiz necha gradus ekan? 72 gradus. Xo'p, keyingi savol 75. Bu yerda ABCD rombda B tomonidan Y nuqta, BC tomonidan F nuqta olingan va ular BF o'zi tomonidan 3 marta kichkina, bu yerda ham BY 3 marta kichkina. Shu BYF uchburchagida to'r bo'lsa, romb yuzini so'rayapti. Bu burchak alfa deb ola qolaylik. S B Y F uchburchak yuzi qanday topilgan? 1/2 x kvadrat sinus alfa deb topilgan, to'g'rimi? Bizda romb yuzi qanday topiladi ABCda? Rombning yuzi bu 3x bo'lgani uchun 9x kvadrat sinus alfa deb topiladi. Mana bu to'r chiqqan bo'lsa, bu nima deymiz? X emas, keling a deya qolaylik. Ikkovini bo'lib yuboramiz bir-biriga. Bo'lganda x kvadrat sinus alfa ketadi. Nima chiqar ekan? 1/18 teng 4/a bo'ladi. Shunda a teng 72. Bu nima degani? Mana bu rombni yuzi 72 ga teng degan. Bugungi mavzumiz demak romb mavzusi ekan. Ko'rib turganingizdek, bu romb mavzu unaqa murakkab emas. O'tgan mavzularimizni, bilimlarimizni salgina ishlatsak va qo'shimcha bo'ya yozib bergan 5 ta formulani ishlata olsak, hammasi juda oson va tez ishlab bo'lar ekanmiz. Romb mavzusidan keyingi mavzumiz albatta parallellogram va uning xossalari bo'ladi. Uni ham kuzatib boring. Rahmat.